Assalomu alaykum hammaga. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizga 1000 ta obunachi yig'ish haligacha muammo tug'dirib kelyapti. Boshida men sizga qisqacha o'zim tanishtirib o'taman. Ismim Ibrohim. Shu marketing yo'nalishida уже 3 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Agar savdo yo'nalishiga keladigan bo'lsak, menga уже 6 yil bo'ldi savdo yo'nalishida ishlaganimga. Shu kungacha Neo Social Marketing agentligini yo'lga qo'ydik va 100 ga yaqin loyihalar bilan ishlab, yaxshi natijalar xudo xolasa ko'rsatib kelyapmiz. Natijalarimiz xudo xolasa uyaltirib qo'ymayapti. Xo'p, 1000 ta obunachiga keladigan bo'lsak, o'zi asli 1000 ta, hattoki 10 000 ta obunachi yig'ish ham unchalik qiyin ish emas. Nimaga deganda, uni har xil yo'llar bilan hozirgi kunda yig'ish oson. Misol uchun, kimdir akkaunt ochadi, yuzini qo'ymaydi, mashhur insonlarni videolarini kesib, edit qilib turib qo'yib, shuni ketidan millionlab prosmotr urib, u 1000 ta u yoqda tursin, даже 10 000 ta, 100 000 ta obunachiga ham juda qisqa muddatda erishyapti. Yoki yana boshqa yo'nalish, misol uchun, hamma har xil yo'nalishlardan foydalanadi. Men o'zimni keslarimda sinab ko'rgan yo'nalishlarimdan sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Xo'p, qanaqa qilib 1000 ta obunachini yig'sa bo'ladi? Bu savolga men именно nisha orqali degan javobni berardim. Birinchi navbatda siz obunachini yig'moqchi bo'lsangiz, asli sizga nimaga obuna bo'lish kerak degan savolga javob bera olishingiz kerak. Ya'ni yo'nalishingizni aniqlab olishingiz kerak. Qaysi yo'nalish bo'yicha siz olib borasiz? Blogging yo'nalishi bo'yichami yoki qaysidir professionalniy yo'nalish bo'yichami, ya'ni kasbdan kelib chiqib yo'nalish yoki shaxsiy brend yo'nalishi bo'yichami, biznes yo'nalishi bo'yichami. Xullas, o'zingiz uchun bitta yo'nalishni belgilab olishingiz shart. Belgilab oldingiz, yo'nalishingiz bor. Misol uchun deylik, siz ovqat pishiradigan blog yuritmoqchisiz. Noldan akkaunt ochdingiz. Akkauntingiz 0 bo'lib turibdi. Keyingi etap nima bo'ladi deganda, siz content rejani oldingizga qo'yib olishingiz kerak. Ya'ni bir oy ichida men shu akkauntga deylik tam 10 ta video yoki 15 ta video qo'yaman. Shu bo'yicha harakat qilishni boshlaysiz. Birinchi navbatda birinchi video nima, ikkinchi video nima, shu ketma-ketlikda siz content rejani tuzib chiqasiz. Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Ya'ni boshqa sohalardan kelib chiqadi, boshqa o'zini konkurentlarini ko'radi yoki boshqa yo'nalishga o'tib ketib qoladi, nima ko'tarilyapti. Misol uchun, siz bakery yo'nalishi, ya'ni hozir aytgandek, pishiruvchi yo'nalish bo'yicha kontent qilmoqchisiz, lekin hozir topda nima? Topda havo iqlim buzilishi. Tasavvur qiling, siz blogingizda havo iqlim buzilishi bo'yicha kontent olib chiqsangiz, u katta prosmotr yig'ishi mumkin, chunki hozirgi kunda aktual. Lekin undan keladigan obunachilar sizga umuman kerak bo'lmaydi. Bu narsa men o'zimni kesimda ham aytib beraman. O'zimning akkauntim, bilasizlar, Ibrohim Art Instagram profilimda men video qo'ydim. Boshlanishi nima bo'ldi? Sarlavha bilan ushab qolib. Agar 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, unda bu videoni o'tkazib yuboring. Ya'ni shu bilan men ushab qoldim. Agar undan katta bo'lsangiz, men sizga maxfiy prilojeniyani o'rgataman. Har bir insonga qiziq bo'ladigan kontent bo'ldi. 3 milliondan ortiq prosmotrlar bo'ldi. Buni qaytadan trial qilib ham qo'ydim. Obunachilar ko'rsatmaga unda ham 600 mingmi, 700 mingtacha prosmotr yig'di. Umumiy hisobda menga 10 000 ta obunachi olib keldi. Lekin u obunachilar menga asli kerak emas edi. U lifehack orqali yoki prosta programma o'rgatganim uchun kirgan auditoriya. Men yo'nalishim SMM bo'yicha ishlayman, SMM xizmat sotaman, SMM kurs sotaman, lekin ular ikkalasiga ham men qiziq bo'lmaydigan auditoriya bo'lib qoldi. Akkauntim yarmidan ko'pi hozir menga qiziqmaydigan auditoriya. Hozir men yana harakatni boshlayapman, akkauntimni yana qizdirib, yana topga olib chiqishga, lekin hozir oldinga nisbatan ko'proq harakat qilishim kerak bo'ladi. Ya'ni meni qilgan bitta xatoyim, yaxshi prosmotr bergan, yaxshi layklar olib kelgan, yaxshi podpисчик olib kelgan, lekin u akkauntdagi podписчиklar menga umuman narsa sotib olmaydigan, meni yo'nalishim, meni sohamga umuman qiziqmaydigan auditoriya bo'lib kelgan. Xo'p, siz obunachi yig'ishdan oldin nimaga obuna bo'lishi kerak degan mavzuda savolga javob berishingiz kerak. Birinchi masala bu. Ikkinchi masala, siz content plan qo'yib olishingiz kerak. Boya aytib o'tganimdek, content plan qo'ydingizmi, shu rejangizdan chiqmagan holatda content olishni boshlaysiz. U
50 ta prosmotr yig'adimi, 1000 ta prosmotr yig'adimi, 10 mingta prosmotr yig'adimi, umuman farqi yo'q. Siz muntazam qo'yib borishni boshlashingiz kerak. Chunki Instagramda eng muhim narsa birinchi navbatda glubina, ya'ni qancha videoyingizni oxirigacha ko'ryaptimi yo'qmi. Ikkinchi navbatda muntazamlik. Agar akkauntingizga siz muntazam video qo'yib borayotgan bo'lsangiz, akkaunt Instagram o'zi sizga talchoq berishni boshlaydi. Bu narsani biz juda ko'p keyslarimizni sinab ko'rganmiz. Shunaqa loyihalarimiz bor, kuniga bittadan video qo'yamiz, lekin ular yaxshi o'syapti, chim boshqa qisqaroq video qo'yadigan loyihalarimizga nisbatan. Lekin shunaqa loyihalarimiz ham bor. Misol uchun o'zi katta ko'p video, misol uchun oyiga 10 ta video qo'yganmiz, lekin proyektni o'zi yaxshi ko'tarilib ketyapti. Ya'ni bu narsa nimaga olib keladi? Siz tanlagan nisha juda katta rol o'ynaydi. Siz tanlagan nisha hozir aktualmi? Hamma qilayotgan narsani qilmayapsiz. Misol uchun hamma bloger deganda Vinerlarni tasavvur qiladi. Yo'q. Viner bu bitta yo'nalish. Ekspertniy blogerlar bor yoki ma'lumotli Wikipediyaga o'xshab ma'lumot beradigan blogerlar bor yoki razbor blogerlar bor, razborshik blogerlar. Har xil yo'nalishda siz blog yuritsangiz bo'ladi, lekin asosiysi siz nima yo'nalishni tanlashingizga bog'liq. Nishani to'g'ri tanlab olsangiz, content planni to'g'ri qo'ysangiz, siz bemalol mingta emas, hattoki 10 mingta, 100 mingtalab auditoriya yig'ishingiz mumkin. Endi tezroq yig'aman, menga u nimadir sotish, boshqa narsa qiziq emas deydigan bo'lsangiz, sizga men bitta zo'r lifehack o'rgataman. Hozir o'zim haligi akkauntimda qilib ko'rganim. Chet eldan rossiyskiy yoki angliyskiy blogerlarni topasiz. O'zingizga yoqqan yo'nalishda. Ularda uchib ketgan videolarni spiskasini tuzib chiqasiz. Ya'ni nimadir, misol uchun haligidagi lifehacklar uchib ketdimi? Misol uchun mendan olib ko'chirsanglar ham bo'ladi. Lifehacklar uchib ketgan. U keyingi qiladigan odamda ham baribir uchib ketadi. Olasiz, uni qilgan montaji, uni qilgan sifatini o'rganib chiqib, kamida shunaqa sifatda yoki bo'lmasa undan ham yaxshiroq sifatda kontent qilishni boshlaysiz. Tushunyapsiz nimaga aytayotganimni? Chunki auditoriya, katta auditoriya uni ko'rgan, lekin o'zbeklar hali ko'rmagan. Chunki u rus tilida, ingliz tilida gapirgan, lekin o'zbek tilida hali gapirmagan. O'zbek tilida siz uni olib chiqsangiz, agar montajini birga bir qiladigan bo'lsangiz, mavzularini, so'zlarini kerak bo'lsa birga bir chopadigan bo'lsangiz ham, qo'pol qilib aytganda, bemalol katta prosmotr yig'ishingiz mumkin. Agar mendan misol uchun yangi o'ylab topilgan g'oya tezroq uchadimi yoki kimdir sinab ko'rgan, uchib ketgan g'oyani kopiya qilsa tezroq uchadimi deganida, men bemalol aytgan bo'lardim, что kopiya qilsa ham uchib ketadi. Lekin kopiya deganimda undan videoni skachat qilib turib o'zingizga qo'yishni aytmayapman. Siz o'zingiz shunga moslab turib, shunga o'xshab kamida shunaqa sifat bilan kontent qilishingiz kerak. Ana o'shanda siz bemalol obunachi to'plashingiz ancha osonroq bo'ladi. Ko'pchilik mavzu tanlayotganda ham juda chuqur kirib ketadi mavzu tanlashga. Misol uchun men hozir sizga SMMda CTR ko'tarilib ketmasligini oldini olish uchun nima qilish kerak degan kontent qiladigan bo'lsam, agar target yoqishda, misol uchun deylik, shu target yoqishda CTR ko'tarilib ketmasligi uchun nima qilish kerak degan savolga men javob beradigan bo'lsam, hozir ko'rayotgan odamlarning yarmi даже undan ham ko'prog'i ko'rmasligi mumkin, chunki ular tushunmaydi. Lekin $100 targetga tikib, qanaqa qilib $1000 foyda qilishni o'rgataman desam, hammaga qiziq bo'ladi. Har bir tadbirkorga qiziq bo'ladi. Chunki bu har bir tadbirkorning og'riqli nuqtasi. Demak, shuni xulosa qilsa bo'ladiki, og'riqli nuqtaga siz to'g'ri ura olsangiz, videoingiz katta prosmotr yig'adi. Imkon darajasida ommabop kontent qilishga harakat qiling. Ya'ni mebel yo'nalishida keladigan bo'lsak, misol uchun, mebelda tam deylik har xil mexanizmlari bor, sifatli, sifatsiz. O'sha narsadan misol uchun kelib chiqib siz mebelga mexanizm tanlayotganda 3 ta narsaga amal qiling degan kontent qilsangiz, u yemaydi. Chunki odamlar tushunmaydi, odamlarga qiziq emas. Siz mebel tanlayotganingiz yoki mebel sotib olmoqchi bo'lsangiz, mutaxassis chaqirasiz, "Okey, en zo'rini ayting" deysiz, agar plyus bo'lsa. En zo'rini ayting deysiz, narxiga talashasiz, zaklab tashlab ketasiz, srogini olasiz, bo'ldi, ketasiz. Siz uni mexanizmi qanaqa, bu qanaqa qiziqib o'tirmaysiz. Endi shu kontent qilyapsiz mebelga moslab, lekin mebelni to'yda qiz taraf qilgani ma'qulmi yoki kuyov taraf qilgani ma'qulmi? Yoki qiz taraf mebel qilishi bu asli to'g'rimi degan mavzuni ochadigan bo'lsangiz, bu hammaga qiziq bo'ladi, hamma buni ko'rib chiqadi.
oxirigacha ko'radi bu videoni. Nimaga? Uni shunaqa texnikalari bor, videoni ichida, misol uchun sal qitiqlash, sal odamlarni emotsiyasiga o'ynash texnikalari bor. O'sha narsalardan ham foydalanadigan bo'lsangiz, videongiz 100% million urishi mumkin. Chunki bu mavzu odamlarga qiziq bo'ladi. Bu mavzuni qilganingizdan keyin auditoriya ikkiga bo'linadi. Birinchisi qo'llab-quvvatlasa, ikkinchisi yomon ko'radi. Shu narsani hisobiga kontentingiz ko'tariladi. Lekin kritika qilishda yoki bo'lmasa odamlarning emotsiyasiga o'ynashda ehtiyot bo'ling. Odamlar sizga nisbatan salbiy fikrga borib qolmasin. Shunaqa o'ylangki, ideyani, ular siz g'oyaga yoki bo'lmasa kimgadir salbiy fikr bo'lsin, lekin sizga nisbatan emas. Shu narsalarni agar amal qilib, mana bugundan boshlab o'zingiz uchun content plan, rejalarni qo'yib turib, mayli, farqi yo'q, siz iPhone bo'ladimi, kamera bo'ladimi, kuchli, sifatli chiroqli bo'ladimi, u umuman muhim emas. Kerak bo'lsa qo'lingizdagi Redmi bilan ham boshlang. Birinchi qadammi? Keyin sekin-sekin ishingizga qarab, motivatsiyangiz oshib, sekin-sekin sifatingiz ham oshib boradi. Mani 3 yil orqaga qaytib birinchi qo'ygan videolarimni siz ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi qo'yayotgan videolarim bilan solishtiradigan bo'lsangiz, juda katta farqi bor. Nimaga? Chunki men o'zimni kontentim bilan birga o'sib borganman. Men o'smoqman, kontentim ham men bilan birga o'sib borgan. Shuni hisobiga ham hozirgi kunda ancha bozorda bizani agentstvamiz katta o'ringa ega. Shu bilan nima demoqchiman? Gapimning yakunida harakatni boshlang, rejani qo'ying, shu bo'yicha rejadan chiqmagan holatda kontent yig'sangiz, sizga potensial mijoz bo'la oladigan auditoriya yig'iladi. Agar menga auditoriya qiziqmas qanaqaligi deydigan bo'lsangiz, ko'proq kimdadir uchayotgan videolarni olib, shu narsalarni qaytarib qo'yib ko'radigan bo'lsangiz, imkon darajasida ommabop mavzularni olib chiqadigan bo'lsangiz, videolaringiz yaxshi ko'tariladi, xudo xolasa. Shu bilan videomiz yakunlandi. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoning tagida kommentariy yozib keting. Men albatta birma-bir o'qib chiqaman. Agar qanaqadir yana savolingiz qolgan bo'lsa, bemalol yozib ketsangiz bo'ladi. O'zim har biriga birma-bir javob beraman. Rahmat.